kızla gel, şu güzel kumarına, kara gözlü gözüne gel, şu güzel kumarına. Güzel sözle gel, şu güzel kumarına, kara gözlü gözüne gel, şu güzel kumarına.
Hurmatli azizlar, mana to'yimizni boshlanganda ham 3 soatdan oshib ketdi. E'tiborlaringiz uchun, xizmatlaringiz uchun million marta katta rahmat. Ayniqsa mana farzandlarimiz Qo'shnibek, Sayyoraxonlarni ijroqoni beradigan bo'lsak, ular ham xuddi yuqoridagi so'z aytgan do'stlaridek, shu do'stlarning, shu yonasining to'yiga bo'lgan ajoyib so'zlarni boshida qiladilar. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlarimiz ham xuddi shunday yuraklari daryo bo'lib jo'shib, albatta shu oilaga yaxshi kunga o'zlarini yaxshi munosabatlarini bildiradilar. Agar ko'p bo'lsa, bor ham bekmadi deydi xalqimiz. Mana Almaxon opamizning rabo kuya qo'shiqlaridan bahramand bo'ldik. Marhamat ruxsatlaringiz bilan endi tortilgan taomlar hurmati Molla opamizdan bir yaxshi fotihani olib turib, undan keyin mezbon boshidan bir sizlarni ko'potli vaqtlaringizni ayamasdan tashrif buyurganliklaringiz uchun bir rahmatnomani eshitib, kelin bilan kuyovga undan keyin ruxsat bersak degan niyatimiz bor. Marhamat bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Arışı yegen tahamımızı okan kelamın sevabı semeresini bu otakan cema'a bahşide kıldık. Allahu Ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ve kuvvelen zillin müzillen mübareke ve ente hayrul müzillen velhamdülillahi rabbil alemin. Bir rahmeteke ya erhamer rahimin. Medyakıtlar ambarjallarına, oğul ve kıyızlarına anışa gelgen kelimenen mübarekbat kılamız. Kudayım bunlara hizmetleri buyursun. Uzak ömür, keng devletli olsunlar. Koşkanımından koşak arasın. Yıldızlara yarasın. Oğul kıyıları yok olsun. Kelesiyle üşü öde üşü cemağa hemmelerimiz beşikli oyuna gelip oturmak. Allah Teala hemmemize müyesser etsin. Bismillah. Katta rahmat bo'ladi. Hurmatli azizlar, ruxsat berasizlar, mana to'y bir yaxshi kun, yaxshi niyat, yaxshi orzu, yaxshi umid edi xalqimiz. Shuning uchun Matyoqub doya shu kelgan mehmonlarga bir yaxshi niyatingizni bildirib bersangiz, endi bizni jamoat xo'jaligimizda bir yaxshi odat, bir yaxshi kattalarga bo'lgan hurmat, shundan joiz ismoilata 70-yilda buyon tarafini xohlagan bir xonadonda to'y savodigan bo'lsak, albatta jamoat xo'jaligimizning rahbari, hurmatli otaxonlar, hurmatli kattalar shu to'yimizni yakunlab beradi. Mana doimiz ham bugungi to'yimizni yakunlab bering, bir yaxshi niyatlaringizni ayting desam, shu Rayimboy turgan vaqtda men gaplamasman deydi. Hurmat e'tibori uchun katta rahmat aytib, Rayimboy aka marhamat, bugun inon qisqa davr ichida jamoat xo'jaligiga rahbarlik qilib, ajoyib xonandalar keldi. Bu ustozning izidan o'zib bo'lgan shoirning bir yaxshi niyati bo'lsa kerak. Bugungi to'yimizni o'zingiz yakunlab bersangiz. Matega katta rahmat. Mana shu bugunina Matega akam shunday quvonib turibdi. Shu bizning eng bir genca o'g'lon to'yida shu mashhur Respublikadan ham tashqariga nomi ketgan mashhur xonandamiz Almaxon opam qatnashganlar quvonib turibdilar. Almaxon opa, sizga katta rahmat. Shu kadikligingiz bilan hozirgi ishingizda filarmoniyadan bundan keyin ham ovozingizda ovoz, sanatingizda sanat qo'shilsin. Katta rahmat sizga bugungi to'yni yaxshilab qilganingiz uchun. Sizlarni shu yerda bo'ladigan to'ylarga ko'p tez kelib turib. Mana endi o'rtoqlar, shu Matyoqub akam shunday bir yaxshi qilib dasturxon tuzib, ellardan o'ting deb shunday yaxshi qilgan ekan. Shu Matyoqub akamning adresini Ismoil akam boshliq hamma so'zga chiqqan aytgan odamlarni tilagan tilaklari, hamma yaxshi niyatlari shu tilak tilagan odamlarning xonadonida ro'yxatga chiqaversin, hammasi uyda yaxshi kunlar bo'laversin. Mana endi shu buylarda bir Matyoqub akamning to'yi shunday yaxshi vaqtda to'g'rilgan ekan. Shu hosillarni birinchi pillasini bajarib, davomdan yurib turgan vaqtda ben bizi dehqon bo'lgani uchun bu shunday yaxshi pallani tanlagan ekan. Mana shu bugun yozning eng bir qisqa kunlari 22-iyunda eng qisqa kun bo'ladi. Shunga qaramasdan 3 soat o'tirib yaxshilab hardik chiqardilar. Bu hardik chiqarishda o'zining shu yaxshi so'zlari bilan Satimboy ham to'y boshimiz yaxshilab to'yni olib bordi. Bunga katta rahmat.
bugünkü toyunu şu chiroyli qilib ebedi şu görüş için kaldırgan Kamiljon dostumuz eng bir rayonimizda yaxshi videochilarından biri. Shunday yaxshilab tasvir olib bularga ko'rsatish uchun berdi. Unga katta rahmat aytsak. Ömrü uzoq bo'lsin, niyatlarini kelib ko'p shu Kamiljon alashular bo'ldi. Mana endi shu bugünkü to'ya shu ko'p kolxozning hamma yeridan qatnashdi, shirin taomlarni tayyorlashda qatnashgan oshpazlari, şu elatni shunday to'yni chiroyli qilib o'tkazishda qatnashib mehnat qilgan elatlarga ham katta rahmat aytsak. Hammasi sog' salomat bo'lsinlar. Endi tilagimiz shu, Matap akamni shu keyingi umidimiz ham shu, keyingi vaqt ko'rganlarida kenja o'g'limdan gelişimizde hammangizni shu iltimos qiladi. Bundan keyin ham hali buni bilan to'y bir qisman tamom desek ham, lekin Matap akamga hali ozanacha xizmat qiladigan imkoniyatim bor. Shunday mehnatkash odam. Shuning uchun hammangizni shu bugungi to'y bilan to'yni yakunlash, endi bu yakunlash deganda bu yakunlash emas. Endi shu katta rahmat amagalari. Satınbay endi shu borishimiz. Katta rahmat Rimboy aka. Hurmatli azizlar, işe tüm kıstağılık varmasak bo'lmaydi kadar ruhsat deb bersak, Kanadadan aziz möteber insanlara, uzak yakından gelgen hurmatli mehmonlara yana dasturxonimiz açık, ovqatlarimizni pishib turibdi. Allohga rabam shunday borib iltimos qilganimizda ozanacha jamoa xo'jaligimizga borib xizmat qilaman deb yaxshi niyatlar qilgan. Qachon bizga ruxsat beradigan bo'lsak, apayimiz shunda ketadilar. Shuning uchun endi mikrofonni sal pasaytirib qo'yib, yana qo'yimiz davom qiladi. Ruxsat berasizlar, o'rinlarda turib, yoshlar, qo'shaklar bilan to'ylar muboraklar bilan kelin bilan kuyovni kuzatilgan xonadonga kuzatib qolsak, undan keyin yana to'yimizni davom qildirsak. Marhamat. Amonboy. Marhamat yoshlar. Restoran'da yaşçıları getirdiniz. Hani ben içtiğimce restoranlardan biraz bunamak oldu. Çünkü bizde bir adet var. Kim şu katta lazıma kütürlediğim bosazdı şimdi karar gerizgenimiz bir 100 demez bir 70'de senetkarına ekleri kezet koyuş. Ne olduysa ortağa bir getir. Hem etsene ekeli bir kezet verebilirler. Hemsini tebriklerimiz oladı. Kudayım şu bana yengeliyiz olupsuz. Yakşı niyetler bilen her bir urunu ekeleyen uru şu berekele bulup yetişip çıksın. El adında, yurt adında yüzünüz yarım kılsın.
Planlarımız aşk bilen becerilsin, zeger hizmet kılaylık. Amin. Açtırgay, taştırgay, yamandan uzaklaştırgay. Yakşılığa bilen hemişe sohbetdaş kılgay. Hemmenize Allah-u Teala'nın öyünü ziyaret kılış. Allah-u Teala'nın didarını ziyaret kılış. Hemmenize nasip kılsın. Tapkan derseleriniz yakşı günlerinizde, toylarınızda buyursun. Şu kelinimizin mene şu öge ayak yüzleri yaratsın. Devlet alıp giyen olsun, sağlık alıp giyen olsun, bak saadet alıp giyen olsun, eli yurtke ayak yüzü yaratsın, gelesi şu yüzden koçkar diye oğlu olsun, Allah Teala mene şu öyde didar görüşsün, nasip kılsın, amin. Allahu Ekber. Fatiha'nın çıkardı. Mukaddes yeri kuşan eyle aziz canlarım. Mukaddes yeri kuşan eyle aziz canlar yatır. En şerefli ağlanır, hürmetli insanlar yatır. En şerefli ağlanır, hürmetli insanlar yatır. Devletin mansap gelir, verme ayak astına bak. Millet kanı can kedir, hürmetli insanlar yatır. Millet kanı can kedir, hürmetli insanlar yatır. Kanlı ciğerden vatanıya, kan keçiye ölgen şehir. Kanlı ciğerden vatanıya, kan keçiye ölgen şehir. Kahraman kanlı tepen, erzenden kurbanlar bırakır. Kahraman kanlı tepen, erzenden kurbanlar bırakır. Yol açmıyor eskiye, yerli yolup neylemek bilemem. Yol açmıyor eskiye, yerli yolup neylemek bilemem. Memleketli kuran, afak üstüne dikkallar yatır. Memleketli kuran, afak üstüne dikkallar yatır. Ey Habibi çıkmadın, zinhar edip kavun edin. Bak edip ateş nefes, yana sudan kalmak yatır. Bak edip ateş nefes, yana sudan kalmak yatır.
şerki